Aka-uka bir joyda yashashni, orzudagi hovlini yonma-yon qurishni niyat qilganlar uchun zo'r imkoniyat. Qo'qon shahrining Diyor ko'chasida Uchko'prik avtostansiyasi ro'parasidagi mahallada joylashgan 10 sotixli yer sotuvga qo'yildi. Barcha kommunikatsiyalarga to'lov qilingan, faqat cho'tchikni ulab olsangiz bo'lgani. Ortiqcha to'lovi yo'q. Eng muhimi, kommunikatsiya shaharga qaraydi. Uzluksiz gaz, svet, suv, mazzami. Joy esa katta yo'lga juda yaqin. Bu yerga xohlovchi aka-uka yoki do'stlar 3 ta, har biri 3 sotixdan kottej qilib qursa bo'ladi. O'ylab ko'ring, bir joyda o'z hovlalaringizda farzandlaringiz ham yonma-yon o'sib katta bo'lishadi. Bir-birini aka-uka deb chaqiradi. Narxini esa kelishamiz deyishdi. Manzili Qo'qon shahar, Diyor ko'chasi, Uchko'prik avtostansiyasi ro'parasidagi mahalla. Egalarining raqami ekraningizda, bemalol kelishsangiz bo'ladi. Aka-ukalaringizga tashlab qo'ying, balkim kelajakda qo'shni bo'lib yashash nasib qilar.